Qarang, odamlar nima qilishyapti? Davlat standarti bo'yicha xuddi shunaqa beton plitalarni o'rnatish qanaqa bo'ladi? O'zi qonun qoidasi qanaqa bo'ladi degan akalarimizga xuddi shunaqa rastvorni qo'yiladi. Rastvordan keyin 15 sm minish kerak bo'lar ekan akalar. Sababi akalar beton plita xuddi shunga moslangan bo'lar ekan. 15 sm dan ortiq bo'lib baqa chiqib ketadigan bo'lsa, beton plitani tagidagi armaturalarga mutlaqo ziyon yetib qolishi mumkin ekan. Standart bo'yicha ozginadan minsa 100 yilgacha o'zini mustahkamlaydigan betondan qilingan bo'lar ekan. Akalar tagiga armaturalar qo'yilgan bo'ladi. Armaturalari 12 likdan tortib 14-16 likgacha qilib berishaveradi. Ikki etajli xonadonlarga monolit qilgandan ko'ra xuddi shunaqa beton plitalardan foydalanadigan bo'lsalar ham ishlaring tez bitar ekan, ham arzonga tushadigandan bo'lar ekan. Beton plitani zo'ri qana bo'ladi desalar, betonlari 450 markada davlat standarti bo'yicha qilinar ekan. 1 kvadrat metri 800 kilo yukni bemalol ko'taradigandan bo'lar ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib berishadi akalar, kelishilingan holatda. Lekin kranlari bepul bo'lar ekan, dastavkasi bepul bo'lar ekan, o'lchash xizmatlari bepul bo'lar ekan. Har bitta joyda alohida o'lchashar ekan, garantiyalarni berishar ekan. Pastda raqamlari bor, Murod betonda aloqaga chiqaverasizlar.